Yo bolalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan Robloxda brainrotlarni olamiz va birgalikda mana bu askarlardan olib qochib bazamizga olib kelib kuchaytirib tashlaymiz. Mana do'stlar, ham serverda boshqa odamlar bor ekan, ularni bazalariga qarasak, juda ham kuchli brainrotlar bor. Mana bu brainrot 2 milliard, 1 milliard 28 million shunchaki pul olib kelyapti. Bizlar ham shunaqa qilishga harakat qilamiz bazamizni. Mana bazasida ko'rganlaringizdek dragonlari bor ekan, katta. Bizlar ham mana shunaqa brendlanish uchun uzoqlarga borib brendlarni olib kelishimiz kerak. Hozir biza mana bu brenddan boshlaymiz. Mana o'g'irladik va bazamizga olib kelamiz. Va uni kuchaytirsak bo'ladi. Bu yerda mana 4000 deyapti. Ko'p pul yanglab kuchaytirish kerak. Bizlarda hozircha pul yo'q. Keyin bu yerda kuchaytirsak bo'ladi, tezligimizni, keyin sakrashni va ko'proq brend olsak ham bo'ladi. Biza tezligimizni kuchaytiramiz, keyin shunda biza tezroq bloklarni olamiz. Lucky block deydi. Lucky block masalan, bu yerdan har xil lucky block chiqadi, lekin buni narsalar bo'ladi. Buni qayerga olib boramiz ekan? Nima qilamiz bu lucky blockni? Lucky blockni qo'yib qolmayapti-ku bu yerga. Bu yerga bor deyapti, buy the upgrade deyapti. Qani nima sotib olish kerak ekan? Bu yerda speed sotib olsak bo'ladi. Boost sotib olsak bo'ladi ekan. Speed olamiz. Kerak bo'ladi. Qani endi lucky blockni qo'yish kerak bu yerga. Lucky block mana bunaqa qilib bossak, aylanib qani qaysinaqa biror tushadi ekan ko'ramiz. Svino bombardino tushdi do'stlar. Buni qo'yamiz va uni ham kuchaytiramiz. Bizlarda 46 ming pulimiz bor. Bir ko'proq kuchaytirish kerak, keyin bizlarga ko'proq pul olib keladi. Keyin bizlar yana kuchaytira olamiz. Endi upgrade'ga kelamiz va endi upgrade'ni speed olamiz va yaxshi boostga pulimiz yetmadi. Bu yerdagi roller coasterlar bo'ladi, ya'ni buni ustiga qimmatroqlarni sotib olsak, bizga vanada yana tezroq yurishni boshlaymiz va bizlarga ko'proq pul beriladi. Lekin juda qimmat ekan, 1 million dollar turadi ekan. Lucky block olamiz. Mana. Lekin juda oston yuradi ekan, keyin juda tez yuradiganlari chiqib boshlaydi. Shuning uchun ham bizlarga ko'proq tezlik kerak bo'ladi. Lirila. Buni ham qo'yamiz. Kuchaytiramiz, pullarni olamiz. Shuncha pul bo'lib ketdi, ko'rganlaringizdek. 26 urin bo'ldi. Buni ham kuchaytiramiz. Ko'proq kuchaytirish kerak, shunda bizga ko'proq pul olib keladi. 10 ming qilamiz. Va pulimiz qolmadi. Va yana olamiz. Yana kuchaytiramiz. 10 ming bo'ldi. Bu ham 10 ming. Buni ham 10 ming qilib qo'yamiz. Hammasi tekisgina bo'lib turadi. Endi bizlarga qimmatroq brainrot kerak. Bu yerda qaysilari ko'p? Triple dropping bor ekan do'stlar, gold. Golden triple dropping. Buni kuchaytirib tashlaymiz hozir, bizlarga ko'p pul olib keladi keyin. Mana kuchaytiramiz buni ham. Ana. 7000 dollar beryapti. Hammasida eng ko'p berib turgan mana shu bo'lyapti. Keyin bizlarda do'stlar rebirth ham bor ekan. Bu yerda 1 million pul yenglasak, keyin rebirth qilsak bo'ladi. Bizlarga keyin 1.5x ko'proq pul keladi. Bu yerda kapichona bor ekan, 6000 deydi. Do'stlar. Bozorga borish kerak buni tez. Bozorga boramiz yana bazaga va bu yoqqa qo'yamiz. Buni ham kuchaytirib tashlaymiz. O'zi kuchaytirsak juda ko'p pul ketadi ekan. Qani, mana pulimiz qolmadi. Pullarni olib olish kerak. Bu yerda keyindan qo'ygan. Ko'p bo'lib ketdi. Qani. Kuchaytiramiz yana. Endi mana bu yerdan ham kuchaytirishimiz kerak. Upgradesda. Bizlarga boost ham kerak. Speed ham kerak. Qani, endi uzoqroqqa borishga harakat qilib ko'rishimiz kerak. Bu yoqqa borib bilamiz ekan. Bu yerda juda ham qimmat brendlar bor ekan, buni qaranglar. 15 ming bor ekan, 13 ming bor ekan, 67 bor ekan do'stlar bu yerda. Yaxshi. Tak, qaysini olamiz? 67nimi yo Tung Sahurnimi? Tung Sahurni olamiz. Qani qochdik. Tuta olmaysan. Kel. Mana. Bir olib keldik. 15 ming beradigan bu do'stlar. Bo'lib ketamiz bu brend bilan biz. Pulimiz yo'q, pullarni olib olamiz bu yoqdagi. 1 million bo'lib ketdi do'stlar pullarimiz. Kuchaytiramiz. Mana, вообще chotki bo'ldi do'stlar. Yana 500 ming speedni kuchaytiramiz va yana uzoqlarga boramiz do'stlar. Tak, speed. Qani yana ketdik. Yana undan ham zo'r brend olib kelamiz. Sakraymiz. 67 bor ekan bu yerda. Bizga kerak emas u. Undan ham qimmatroq olamiz. Tim cheese bor ekan. Hotspot. Frigo Camelo bor ekan do'stlar. Ketdik. Sakra olmadik.
mana sakradik. Bo'ldi. Bazaga olib keldik. Yaxshi, Frigo Kemalo 192 ming sekundiga bo'ldi bizda do'stlar. Boyib ketdik. Bularni olamiz hammasini. Mana bu brendlar hech qanaqa rol o'ynamay qoldi. Boyib ketdik do'stlar. 3 million dollar bo'lib ketdi. 4 million. Oho. Olamiz bularni. Keyin bu yerdan yana upgrade qilib, roller coaster olishadi esimizdan chiqib ketibdi-ku. Uni ham olish kerak bo'ladi. Pullarni yana bir marta olib beramiz. Mana. Yaxshi. 4 million, kamiga 5 million. Yomon emas do'stlar, yomon emas. Qani bu yerda endi 1 millionlik olamiz. Endi bizga 100 million kerak, 100 million. Buni ham kuchaytiramiz, tezlikni ham kuchaytiramiz. Tezlikimiz zo'r, yetarli. Mana, hoppa. Qani bu yoqda hamzakimiz hoppa. Qani bu yerda qanaqa? 123 ming. Yana bir marta sakrab bilamizmi? Sakra olmaymiz ekan. Tak, bu yerda qanaqalarni olsak bo'ladi? Hotspot olamiz. Hotspot. Oho, sakrashga ko'rdingizmi? Birdan uzoqroqqa sakrab ketdik. U bizani bo'ldi, tushundim, tutilib qoldik. Shuning uchun bizani yana bazaga otib yubordi. Bo'ldi. Hech qisi yo'q. Buni ham kuchaytiramiz, tung sahurni kuchaytirib tashlaymiz. 1 million qilishimiz kerak, hech bo'lmaganda. Oho, mana 22 million bo'lib ketdi pulimiz. Olamiz hammasini. Yaxshi. Tak, boramiz upgradesga. Bu yerda tak, speed olamiz va boost olamiz. Boost kerak bo'ladi. Qani yana ketdik. Qanaqa zo'r brendlarni olib bilamiz ekan ko'ramiz. Hoppa. Bu yerda sakrab bilamizmi? Sakra oldik. Yaxshi, bu 910 mingga bor ekan bu yoqda. Oho, yana qanaqa brend olib bilamiz. 1 millionlik. Let's go, bo'ldi. Bazaga ketdik biz. Bazaga hech nima kerakmaydi. Hoppa. Mana bo'ldi, easy keldik bazaga. Brendlarimizni qo'yamiz. Mana buni bu yoqqa qo'yamiz va mana buni bu yoqqa qo'yamiz. 1 million. Oho! Boydik-ku do'stlar. Tezli boyib ketdik biz ham. Buni kuchaytirib tashlaymiz. Qani. Kuchaytiramiz va 1 million bo'ldi. Yaxshi. Bularni ham pullarini olamiz. Oz-moz bo'lsa ham kerak bo'ladi. Bizda 40 million bo'ldi do'stlar, yomon emas. 40 million. Olamiz, upgrade. Bo'ldi, endi bizlarga yanada ko'proq, zo'rroq brend kerak. Ketdik. Hoppa. Chiqdik. Tak, qanaqa 1,5 million Sigma Boy bor ekan. Oldik buni ham. Cappuccino bor ekan, olamiz buni ham. Bo'ldi, bazaga ketdik. Bizlarga shunaqa kerak. Tezroq borish kerak bazaga do'stlar, tezroq borish kerak. Tezroq borish, bor. Bo'ldi, ketdik yana. Olib kelish kerak, u brendlar yo'qolib ketmasindan burun. Qana. Hoppa. Bo'ldi. Oho, golden turibdi ekan, ko'rmay qolibman. Hisob endi do'stlar, hisob. Kerakmaydigan brendlarni endi olib tashlaymiz. Mana bu kerakmaydi, buni olamiz. Afsuski, Sigma Boy, buni qo'yamiz, olamiz. Bu nima? Buni qo'yamiz. Oho, 600 ming beradi ekan. Yomon emas. Buni olamiz. Tak, buchi 1,5 million. Почти 8 million beradi ekan do'stlar. Buni ham olamiz. Bu qancha beradi? Yo'q, bu 2 million beradi ekan. Oho, do'stlar, bizlar boyib ketdik. Tak, bular bizlarga kerakmaydi. Bularni sotib yuborsak bo'ladi. Adashmasam, qayerda sotamiz ekan bularni? Shopdami? Qara bir shopga boramiz. Shopda Roblox narsalar bor ekan. Tak, qayerda sotsak bo'ladi brendlarimizni? Qayerda? Sell deydi, mana sell. Sellga boramiz. Mana sell all. Bo'ldi. Biza reverse qilsak ham bo'ladi keyin. Reverse qilamiz. Brendlarimiz okey. Pullarimiz yo'qolib ketdi ekan. Bo'ldi, tamom. Endi bizlarga 500 million kerak. Bularning hammasini olamiz. Pullarni olib olamiz. Oho, 587 million bo'lib ketdi do'stlar pulimiz. Oho, ajoyib. Qani endi mana buni olsak ham bo'ladi. Bu yerda dashi kuchaytirib ketsak ham bo'ladi ekan. Bu yaxshi. Buni olamiz yana. Bo'ldi. Endi yana bir marta reverse qildik. Endi bizlarga 10 milliard kerak. 10 billion. Olamiz mana. Yanada kuchaytirishimiz kerak endi o'zimizni.
Upgradesga boramiz. Speed olamiz, boost olamiz. Pulimiz вообще juda olib toshib yotibdi. Qani yana ketdik bir o'tga. Oo, tezlikka qaranglar. Oho, tezlik вообще yomon do'stlar. Ko'ryapsizlarmi nega tezlikni? Oo, legendariga chiqa olmay qoldik. Ay. Qani sakra. Oo, chiqdik legendariga. 11 million deydi. Oho, olish kerak buni, olish kerak. Tak, qanaqa bor ekan? 10,5 millionlik bor ekan. Bu yerda qanaqalar bor? Bo'ldi, shuni olish kerak esa. Qani endi u? Mana buni ham olamiz. Ketdik, bo'ldi. Bizlarga hech narsa kerakmaydi. Bo'ldi bizlar. Shu ham yetadi bizlarga. Mana olib keldik bularni. Qani nimani o'rniga qo'yamiz ekan? Common olib tashlaymiz. Kerakmaydi. Va buni qo'yamiz. Oho, bazaga qaranglar, mana do'stlar, baza juda zo'r bo'lib ketyapti. 1 milliard bo'ldi do'stlar pulimiz, 1 milliard. Oho, buni ham kuchaytirish kerak. Bularni ham kuchaytiramiz. Bizlarga ko'p pul olib kelyapti legendarniyalar. 100 million qildik. Bularni ham kuchaytiramiz. Legendarniyalarni, epiklarni ham kuchaytirib qo'yamiz. Mana bularni ham kuchaytiramiz hammasini. Bo'ldi. Max 99 robusga max qiladi ekan. Yana shunchalik pulimiz ketdi. Hech qisi yo'q. Mana bu yerda yana buni olish uchun qancha kerak ekan? 1 milliard bo'ldi. Olamiz uni bez problem. Nima bo'lyapti? Event bo'lyapti o'xshaydi. Gold dedi. Mana olamiz. Pullarimizni, pulga qaranglar, pulga 4 milliard. Oh my god guys. Tak, olamiz buni 1 milliardlikni. Endi yana ketdik. Birinchi rot olishga. Buni kuchaytiramiz. Biz keyin uzoqroqqa sakraydigan bo'lamiz. Qani ketdik, let's go. Sakramiz. Bir zonani o'tirib ketdik. Вообще juda tezlikni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Tezlik вообще juda zo'r. Qani. Sakrash kerak mana bu keyingi zonaga. Qani. Ay, ulgura olmayapmiz. Qani sakrash kerak. Davay. Yana ozgina yetmayapti. Mayli, hech qisi yo'q. Mana buni 18 millionga deydi. 32 million. Oho! Wow! Buni qaranglar pulni вообще. Bu brendlar вообще bizga juda ko'p pul olib keladi. Qani bularni qo'yamiz endi. Qizlarga nima kerakmaydi? Mana bu kerakmaydi, juda ozgina beradi bizlarga. Tak, keyin mana bu narsa ham kerakmaydi. Frigo Camilla, sorry. Lekin bizda endi undan ham zo'r brendlar bor. Ularni olamiz hammasini. Oho, 4 milliard ishlabdi mana. 11 milliard. Oho, oh my god. Wow. Top 100 milliard kerak ekan. Qani bizlar reverse qilsak bo'ladi ekan yana bir marta. Let's go. Reverse qildik. Pullarni yana olamiz. Bizlarga yana ko'proq pul kelyapti. Oho, pulga qaranglar. Pul prosta yog'yapti. Qani kuchaytiramiz yana. Mana buni kuchaytiramiz yana va tezlikni. Tezlik o'zi bizlarda juda ussam tez yuryapmiz. Mana bir zaman o'tirib yurdik. Qani, let's go, yaxshi. Qani chiqa olamiz ekan. Qani. Isa mythic dedi. Oho, brendlarga qaranglar. Oho, 154 million dedi. Вообще gap bo'lishi mumkin emas brendlar bu yerdagilar. Oho, 76. Mana bu 140 million bo'ladi ekan. Bo'ldi, ketdik bazaga. Вообще bo'lib ketdik-ku. Oho, brend pullarga qaranglar. Endi bularni bonuski brendlar bilan almashtiramiz. Mana bu 910 beradi ekan, bu 1 million. Mana bular yaxshi beradi. Demak, mana buni o'rniga qo'ysak bo'ladi. Boneka ambala buni o'rniga qo'yamiz. Oho, kur bordi endi bizlarda. Kur. Shunchaki pul olib kelyapti. 20 milliard olib ketdi pulimiz, qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas lekin bunga вообще hayron qoldim men. Zo'r brendlar olib tashladik-ku. Pulga qaranglar, вообще dum ko'p bo'lib ketdi. Qani bizlarga endi 100 milliard kerak. 100 milliard. Brendlarni ham kuchaytirib yuborish kerak. Bu toza olgan brendlarimizni. Keyin bizlarga yana ko'p pul olib keladi bular. Mana kuchaytiramiz hammasini. Bizga kelguncha yana ko'proq pul ishlab turadi keyin ular. Kurdan kuchaytiramiz ham polni.
Mana buni ham kuchaytirib qo'yamiz. Bu ham pul ishlab kelyapti bizlarga. Mana buni ham tushuntirib qo'yamiz. Bu ham legendarniy, bu ham juda ko'p bo'lib keladi. Endi yana zo'r bilan tanishga qani, let's go. Sakraymiz. Bu yo'l tezlikni ko'ryapmizlar do'stlar, вообще juda tezmiz. Qani chiqdik, bunda ham easy. Qani yana chiqa olamizmi? Voy, chiqa olmay qoldik. Hech qisi yo'q. Qani yana bizga yana kuchak kelishimiz kerak. Buning uchun bizlarga вообще juda qimmat brendlar kerak. Lucky bloklar bunchakli yaxshi emas ekan, shuning uchun o'rniga o'z brendlarni o'zlarini olamiz. Mana bo'ldi, karkar kur oldik yana. Ikkita karkar kur. Qani pastga tushamiz. Mana tezlik вообще juda tezlikmiz. Biza tezlikmiz. Endi nima o'rnida qo'ysak bo'ladi? Tak, mana bu bizlarga kam pul beryapti, shuning uchun uni o'rniga qo'yamiz. Keyin bizning ikkinchi karkarimiz buni o'rniga qo'yamiz. Brendlarni sotib yuborsak bo'ladi. Bo'lmasa juda ko'payib ketadi pastda. Kerak bo'lgan brendlarni sotib tashlaymiz. Sellga kelamiz va hammasini sell qilamiz. Bazamizni ikkinchi etaj qilsak bo'ladimi ekan? Ikkinchi etaj qilib qo'yish kerak. Bo'lmasa yaxshi brendlarimizni ham sotib yuboramiz. Qani qayerdan kuchaytiramiz? Mana. Oho, juda qimmat turadi ekan lekin kuchaytirish do'stlar. Meniki bu yo'q-da. Mana, kuchaytirib tashlaymiz. Вообще arzon ekan. Bizlarga hech nima emas bu pul. Hech qanday problema emas mana. 2 etaj qilib tashladik bazamizni. Hammasini olamiz. Endi biza reverse qilsak bo'ladi do'stlar. Reverse 390 milliard bo'lib ketdi do'stlar. Pulimiz вообще juda ko'p bo'lib ketdi. Mana buni olsak bo'ladi endi 100 milliardga. Va reverse ham qilamiz. Va biza 4 marta reverse qildik. Pulimiz endi вообще dim ko'p kelyapti. Bironta pulini olamiz hammasini. Oho, 92 milliard. Voy. Gap boshimga yaramas. Yana tezlik olamiz. Buni ham olamiz. Tezlik unchalik kerak emas, lekin oldik shunda ham. Mana pochta sakrab o'tsak edi ikki bazani ustidan. Qani. Sakraymiz, qani. Sakra. Yaxshi, mana. Qani Mifika chiqdik. Endi qani chiqamiz bu yaxshi. Kosmik arenadamiz do'stlar. Kosmik arenada oho 1,5 milliard, 1,7 milliard dedi. Oho, puliga qaranglar. Job sahur bor ekan. Oho, brendlar вообще zo'r-ku. Kosmos dedi. Kosmos zona вообще dahshat ekan do'stlar. Qani bizlarga bir milliardlik narsa brend kerak. Juda qimmat brend. 95 ni olamiz yaxshi, bu ham qimmat ekan. Mana shuni oldik. Hisob bo'ldi, ketdik. 1 milliard вообще ko'p pul olib keladi ekan bular. Qani bazaga ketdik, qani tushdik. Bo'ldi, endi ikkinchi etajga qo'yamiz. Mana bu toza olgan kosmik brendlarimizni. Bu yerdagi brendlarimizdan pastdagilar turaversin, bizlarga xalaqit bermaydi. Ko'proq pul olib keladi. Mana bularni qo'yamiz. Bularni ham kuchaytirsak bo'ladi ekan. Hozircha pulimiz unchakli yo'q. Pastdagi brendlardan pullarni olib beramiz. 360. Oho, pulga qaranglar endi. 449 milliard bo'lib ketdi. Oho, kuchaytiramiz hammasiga. Kuchaytirib tashlaymiz. Bizlarga kuchaytirish kerak. Qani qolgan pullarni keyin kuchaytirsak ham bo'ladi brendlarimizni. Toza olgan brendlarimizni. Hammasini pullarini olamiz mana. 151 milliard. Qani qancha pul olib kelibdi ko'raylik-chi. Voy, shunchakli pul bo'lib ketdi. Qani kuchaytiramiz. Kuchaytirib tashlaymiz bularni. Qanchakli qilsak bo'ladi ekan? Tak, 20 qilib qo'yaylik. Tak, buni ham 20 qilamiz. Agarda pulimiz yetsa. Qani yetadimi ekan? Yetmay qoldi. Yetadi. Endi yetadi. Ana uni pulini oldik. Qani 20 ana bo'ldi. Ketdik yana. Bundan ham zo'r brendlarni olib kelamiz endi. Let's go. Oho, tezlikni ko'ringlar. Вообще tezlikni ko'ryapsizlarmi? Qanchalik tezligimizni? Вообще juda tez yurdan bo'lib ketdik do'stlar. Hoppa. Ulgurmay qoldik sakrashga. Mana yana bir marta sakraymiz kosmik. Qani keyingi zonaga. Yetmay qoldi ozgina. Qanday brendlar chiqibdi? Job sohiri 1,6 milliard. Lucky block ololmay qoldik. Tak.
Nimani olsak bo'ladi ekan? Buni olamiz, buni olamiz. Bo'ldi. Lucky block bizlarga shart emas. Qani endi zonani, bozamizga ko'rapsizlarmi? Bozamizga boramiz. Bozani ustiga to'g'ri sakrab tushdik. Hisob trick shot bo'ldi do'stlar, trick shot bo'lib ketdi. Olamiz pullarni hammasini. Voho. Qancha bo'ldi? 1 trillion bo'ldi pulimiz. 1 trillion. Oho. Olamiz hamma pullarimizni yana 2 trillion bo'ldi do'stlar. 2 trillion. Kam emas bu. Dim ko'p pul degani bu. Roller coaster olib bilamizmi? 10 trillionga olib bilamiz ekan. Pulimiz yetmaydi. Buni olamiz. Tezlik olamiz. Qani ko'ralchi, chiqa olamizmi ekan ana yangi zonaga. Sekretniy zona o'xshaydi bu. Qop-qora bo'lib turibdi. Hozir ko'rib ko'ramiz qanaqa zonaligini. Qana sakra. Ozgina yetolmay qoldik. Ozgina yetolmay qoldik. Ming afsuski. Yoki chiqa olamizmi ekan? Yo'q, chiqa olishimiz mumkin balkim. Balkim chiqa olamiz. Qana sakra. Ana yerdagi birini topib bilamizmi? Mushta durgan. Yo'q, olib bilmaymiz. Yana tezlik kerak bizlarga. Yo'q, ko'proq uzoqroq sakrashimiz kerak. Lucky block olib ko'ralchi, balkim Lucky blockdan yaxshi narsa tushar. Lucky blocklarni olib ko'rdim. 3 dona Lucky block. Hozir ko'ramiz. Qanaqa zo'r narsa beradi ekan. Hoppa. Trick shot qila olmadik. Qani Lucky block. Lucky blockdan qanaqa birortlar tushadi. Birinchi Lucky blockimiz 1,5 milliard. Lucky block yomon emas. Yomon emas, yaxshi ekan Lucky block ham. Qani qo'yamiz. Yangi olgan birortlarimizni. Gorilla Waterman Drillo degan birortimiz tushdi. Pullarni hammasini olib chiqamiz. 3 trillion bo'lib ketdi pulimiz. Boydik. Yana boydik. 5 milliard rebirth qilsak bo'ladi ekan. Rebirth qilamizmi? Kuchaytiramiz. O'zi 1 trillionga qilishimiz kerak ekan. Esimizdan chiqib ketdi. Rebirth qilamiz. Necha. Pulni yana boshqa tenglasak bo'ladi va bizlarga juda ko'p pul kelyapti. Mana ham уже 100 milliard есть. Bu yerda dum ko'p olsak bo'ladi. Mana 2 trillion bo'ldi уже. 2 trillion. Tak, buni kuchaytirishimiz kerak. Yana ko'proq pul kerak bizga do'stlar. Yana ko'p pul kerak. Fuse machine dedi. Bu nima ekan? Mana bu birortlarni qo'ysang, mana bu birorot beraman dedi. 15 minut ketadi ekan uni craft qilish uchun. Yaxshi. Qani yana birorot kerak bizga. Ko'proq pul kerak. Pul. Ikkinchi etajda вообще edim ko'p pul olamiz hozir. Qani pul. 3 trillion. Hammasini sakrashga ishlatamiz. Sakrash kerak bizlarga. Sakrash mana. Endi adashmasam sakra olishimiz kerak. 2 zon o'tirib yubordik. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Qani. Hoppa. Qani yana bir marta sakraymiz. Yaxshi. Qani. Ulgurdik. Secret Arena 18 milliard dedi, 22 milliard dedi. 14 milliard yangi dragonlar bor ekan. Mana bu 22 millionlikni olamiz. Keyin 18 milliard 22. Ulgurmay qoldik. Qani bularni olamiz 22 milliard. Keyin yana qaysi birini olishimiz kerak? 20 milliardlik kerak bizlarga. Qani chiq. Zo'rlar kerak bizlarga. Mana buni olamiz yaxshi. 18 milliardga. Qani sakra olamizmi ekan? Sakra olmadik. Hech qisi yo'q. Qani let's go. Endi ketdik bazaga. Hoppa. Sakraymiz. Cosmic Arena, Mythic Arena, Legendary Arena va Common. Mana do'stlar, bazaga ham keldik. Bazamizga birortlarimizni qo'yamiz. Mana pulga qaranglar do'stlar, вообще pulimiz juda ko'p bo'lib ketdi. Candy event started dedi. Birortlari qaranglar endi birortlarga. Pulga qaranglar pulga. Вообще sekretdagi birortlar вообще juda ko'p pul olib kelyapti bizlarga.
Oho, mana bu odamni birovlarni qaranglar. Oho. Ko'rish kerak qanaqa narsalar, nima deydi, berapti unga. Ko'rib kelgancha bazasini, oho, 2 trillion deydi. Voho! 2 trillion sekundiga вообще brat juda boy ekan. Mana bu narsalarga qaranglar, birotlariga. Oho, qancha pul beryapti o'zi bu? Qancha? Oho! Yuqorida вообще juda ko'p ekan. Birotlarini o'g'irlasak bo'ladi ekan. Lekin menda Robux yo'q, men afsuski. 2 trillion deydi. Birotlar juda ham bahaybat ekan. Oho, 25 trillion, 251 trillion sekundiga. Oho, вообще. 120, 188 kishi to'plabdi. Diamond leveli 459. Oho, qancha pul beryapti? Voy, ko'rolmay qoldik, tushib ketdik. Gap bo'lishi mumkin emas ekan bratni bazasiga. Hayron qoldim, nega shunchaki zo'r brendlari bor ekan. Lekin bizlarga ham qaranglar, mana bu zo'r dragonlarda ham kuchli brendlarni oldik. Bizlarga ham juda ko'p pul olib kelyapti ular. Mana 13, 32 milliard bo'lib ketdi. Rollers olsak bo'ladi ekan, reverse qilsak ham bo'ladi ekan 10 trillionga. Demak, mana buni olamiz. 10 milliard qoldirish kerak. Buni ishlatamiz, buni ishlatamiz, buni ishlatamiz, buni ishlatamiz. Tak, buni ishlatamiz. Buni ham ishlatamiz. Mana buni ishlatamiz va buni olamiz. Bo'ldi, endi reverse qilsak ham bo'ladi. Qanaqa yerlarga borib qilamiz ekan? Oho! Buni yurishga qaranglar. Juda ham tez. Keyingi zonaga o'ta olamizmi ekan? Ko'ramiz hozir. Kosmik dosonga o'tsak bo'ladi. Endi sekretdan Rainbowga. Voy, yetolmay qoldik. Rainbowdan keyingi zona bormi ekan? Shu meni o'ylantirib qo'yapti. 29 milliardga buni olamiz. Keyin yana nima olsak bo'ladi? Buni olamiz. Lucky block olaymi ekan ya? Lucky block. Oxirgisiga lucky block. Qani, let's go. Ketdik bazaga. Tezlikni qaranglar, tezlikni. Oho, tezlik вообще juda tez yurapmiz. Bazamiz ustiga sakradik. Yaxshi. Bazaga tushib ketdik. Mana buni ham qo'yamiz. 3-etajga chiqamiz. 3-etajda ham bronotlarimizni qo'yamiz. Hammasini lucky blockni ochamiz. Qani, gold. Qani, zo'risi, zo'risi. Skibi toilet 11 milliard. Yomon emas. Shu ham zo'r. Olamiz pullarni hammasini. 12 trillion. 32 trillion, 49 trillion. Pastakilar hech qanday bunchalik ko'p pul olib kelmayapti. Ikkinchi etaj bilan 3-etaj juda zo'r bo'lyapti. Yana ko'proq etaj olib tashladim. Qani, kuchaytiramiz yana. Nimalarni olsak bo'ladi yana ko'ramiz. Tak, keyingisi 250 trillion. Mana bu keyingilarga qaranglar. Oho, eng oxirgisi 1 deb qo'ydi. Qanaqa o'qiladi u bilmayman lekin. Bilamiz. Tezlik ham oldik. Qani ko'ralchi. Rainbow zonaga chiqamiz ekan. Oho, tezlikni qaranglar. Вообще, tezlik juda ham zo'r-ku. Qani sekretga osonga chiqamiz. Mana osongina bu yerga ham chiqdik. Endi Rainbowga. Qani. Yetolmay qoldik. Rainbow haligacha qiyin. Juda ham qiyin. Tak, nimaga slabi bronotlar chiqapti? Mana buni olamiz. 29 million dedi, buni ham olamiz. Qani yana qimmatroqlari bormi? Qimmatroq bronotlar. Mayli, dragonni olamiz. Let's go. Endi bazaga yana. Hoppa. O'zi 4 marta bronot olib bilmasmadik mabodo. Ko'rish kerak shuni. Qancha bronot olib bilamiz? Yo'q, 3 marta, 3 ekan. To'g'ri. Pullarni olib o'tamiz chiqishda. Mana hammasini olib, bu yerda ikkalamiz ko'p bermaydi, lekin yo'qdan yaxshi. Qani bularni ham olamiz. Hammasini oldik. Oho, 41 trillion. Bu yerdagilar bilan 91 trillion bo'ldi. Oho. Dragondan qo'ydik mana. Bu yerdagi mestolarni ham oldik, ularga yetishyapmiz. Pullarni olamiz va 100 trillion qilamiz hozir, 100 trillion. Deb yetish уже qilsak bo'ladi 100 trillionga.
Lekin men repetish qilasim yo'q. Kuchaytirasim bor mana buni. Keyinroq repetish qilamiz, keyinroq. Bizga qancha kerak keyingi? 250. Ha, bo'ldi. Qani ketdik, let's go yana. Bo'ldi, endi bu safar Toshni Rainbow'ga chiqamiz do'stlar. Toshni Rainbow. Rainbow'ga chiqish kerak endi. Rainbow. Men seni men sening uchun kelyapman. Qani chiqdik Rainbow'ga. Voy, ozgina yetmay qoldik. Ozgina yetmay qoldik Rainbow'ga. Kuchimiz mana qaranglar, ko'rdingizlarmi? Bir-birini otib turibdi. Biz endi qo'lga ozmoz biz ham birini olib keyin ketish kerak. Qani, tak qanaqasini olamiz yana? Mana buni olsak bo'ladi, bu ham qimmat beradi ekan. Ketdik bazaga yana. Mana bu kosmik nima edi bu? Trickshot qildik yana. Tosh ustiga tushdik. Secret Brunotdan juda ham ko'p bo'lib ketdi Brunotlarimiz. Pullarni olamiz yana. 11 trillion, 12, 21, 51, 70. Ikkinchi dajda ham yaxshi. 81, 83, 138 trillion. Qani va Rainbow yerga chiqish kerak endi kuchaytirib. Endi yetishmaganda yetishimiz kerak tezligimiz. Qani ko'ralichi yana bir marta, let's go. Qani yaxshi. Oho, qani. Secretga chiqamiz endi. Endi Rainbow. Qani Rainbow. Va Rainbow'ga chiqdik. Oho, Rainbow'dan keyin yana birisi bor ekan do'stlar. Bu yerda hali bir Celestial Arena ekan bu. Bu yerda hali birinchi rot chiqmabdi. Mana bu yerda bir odam kutyapti. Birinchi rotlarni. Oho, undan keyingi ham bor ekan do'stlar. Oho. O'zi Celestial qachon chiqadi ekan, uni ko'rish kerak. Mana bu ko'pak 407 beryapti, lekin kam ekan. Kam pul lekin. Buni olamiz. Oho, mana buni olsak bo'ladi ekan. Tak, yana qaysilar qimmat? Tak, Lucky Block olamiz. Lucky Block ham yaxshi. Yaxshi narsa chiqishi mumkin. Lucky Block olib kelamiz. Endi bazaga boraveramiz. Opa, trickshot qilib bilamizmi? Qila olmadik trickshot. Qani nimalar tushadi ekan ko'ramiz. Qani. Mana bu tushdi, keyin Skibidi tualet tushdi. Bunchakli yaxshi narsa tushmadi. Buni ham bazamizga ko'p qo'yamiz. Mana secretlardan to'lib ketdi bir rotlarimiz, ko'rganlaringizdek. Va qani chiqamiz va buni ham qo'yamiz. Qachon chiqadi ekan o'zi seleksiyon? 2 minutdan keyin chiqadi ekan do'stlar, 2 minut. 2 minutgacha kuchayamiz. Pullarni olib chiqamiz. Hammasini pulini olib chiqamiz va endi ikkinchi dajdagi pullarni olib chiqamiz. Bu yerdagina qani 56, 57, 58, 99, 129 endi reverse qilib olasan deyapti. Reverse qila olasan. Endi 200 buni ham olamiz. Oho, va ketdik. Yana ko'proq slotlar ochish kerak. Tak, bizlarga yana bitta sal-pal ko'proq pul kerak. Yana sal-pal ko'proq pul. Mana bu 323 trillionni 350 trillion qilish kerak. 40 bo'ldi. Qani qilamiz ekan. Va qildik. Endi mana bu skateboardni olsak ham bo'ladi. Baza deydi, baza. Robloxga kuchaytirsa bo'ladi ekan. VIP base, candy base deydi. Rollerga kiramiz va 250 trillionlikni olamiz. Va qolgan pulga reverse qilamiz. Va bo'ldi ana. Endi vobshe kuchayib ketdik. Mana bu chiqishini kutish kerak. 1 minut qolibdi do'stlar, 1 minut. Ketdik. O'zi ketish kerak. Bo'lmasa ulgurmay qolamiz. Top ana u oyoqimdagina qaranglar, yaltirashini. Ko'ryapsizmi? Qanaqa zo'rligini? Qani chiqdik. Yaxshi, easy. Kosmikka osongina chiqamiz. Secretga ham osongina chiqamiz. Rainbow'ga ham osongina chiqamiz endi. Qani kim birinchi oladi ekan ko'ramiz. Uni etikiga qaranglar. Etiki yo'qmi? Menga ko'rinmayapti o'xshidi.
Qani kim birinchi oladi ekan ko'ramiz. Hozir chiqadir. Biza olsak bo'ldi ish qilib. Qani biza ulgurishimiz kerak. Qani qayerda chiqadi ekan ko'ramiz. Ozgina vaqt qoldi. Sekund vaqt qoldi. Tayyorlanib turamiz, tayyorlan. Hozir shu randomli bir joyda chiqib qoladi. Qani. Qayoqda chiqadi? Mana chiqdi. Oh! Qancha beradi o'zi? Oh, yes, my examen dedi. 93 milliard beradi ekan. Oho, 93 milliard. Bo'lib ketamiz bu bilan. Birinchi marta seleksiyaal brainrot tushdi. Oho, hamma pulimni olib shu brainrotni kuchaytirib tashlaman do'stlar. Biz boyib ketamiz. O, trickshot ham qildik. Tushib ketdik. Lekin yaxshi tushib ketishimiz kerak edi. Bo'lmasa pullarni olib bilmasadik. Bo'ldi, endi buni hamma pulim tushirib tashlaman. Keyin borib ketamiz bu bilan. Qani. Bu yerdagi pullarni ham olamiz. 100, 200 trillion, 277 trillion. Skibitoretni yoniga qo'yamiz va dalshi kuchaytiramiz. Pulimiz qolmaycha kuchaytirib tashlaymiz. Pulimiz qolmaycha dalshi. Qancha o'ringa chiqara olamiz ekan ko'ramiz. Qani hali 200 trillion pulimiz bor. Qani 80 o'rin bo'ldi. Va pulimiz ham qolmadi. Mana 718 milliard sekund degan. Biz 20 pulni kelishiga qaranglar. Voy, gap bo'lishi mumkin emas menga do'stlar. Do'stlar, bugunga bo'ladi deb o'ylayman. Birotlarimiz yomon bo'lmadi. Shunchaki zo'r birotdan oldik mana. Oxirida seleksiyalarni oldik. Keyingi agarda bu videomiz juda ko'p like olsa, mana bu Divine OG degan yangi joyga borib birgalikda ana shu birotni olishga harakat qilamiz do'stlar. Agarda sizlar kommentlarni yozib tursangizlar, olamiz va boramiz. Uni do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bye bye.